Bismillahirrahmanirrahim. Endi ayt, nima bo'pti? Rentgenga tushdim bugun. Rentgenmi, tomografiyami? Tomografiya mana soladi-ku. Bunday ichkari kirib ketadi. G'uldir muzika chalib olib kirib ketadigan narsami? Xo'sh. Tushdi, analiz javobi chiqdi. Nerv tomirlarini shamollagan dedi. Grija yo'q dedi. Grija yo'q dedi. Shamollaganda Beringda shunday dedi. Keyin nerv tomir qisilgan dedi. Shamollagan bo'ladi dedi keyin. Qisilgandan keyin. Oldin sizga bildasizmi? Shu bostirib ketdim. Qirsilladi mana shu yerim. Shundan keyin umuman og'rimay qo'ydi. Ucha chiqib ketgan edi. Bultur 1 yil avval, noyabrmi? Sentyabrda. O'tgan yili 24-yil noyabr sentyabr. Shunday. 3 oy, 4 oy yaxshi yurdim, yana og'ir narsa ko'targandan keyin yana og'riq bo'lib qoldi. Endi shu bilan hozir avgustda kelyapsan. Kuchayib ketgandan keyin. Yurolmay qolgandan keyin yana. Yurolmay qoldingmi? Qiyshayib yuryapman. Nachalning o'rsa tomografiyaga olib borib, tomografiya qildirdi. Tushunarli. Nima, og'irmi ishing, yengilmi? O'zim shopirman aka. Mashina issiqqa terlayman. Mashinadan tushgan payt belim yaxlaydi-da. Terlab yaxlayman har doim. Tushunarli. Bo'lmasam hozir shamollaganda nerv tomir. Hozir belingni men bitta bosib beraman. Yana to'g'ri yot. Ketdik. Bismillah. Shunga qarab ish qilamiz. Bo'shash. Unday qilma, qo'ling tirama. Qirsilladi lekin. Yana endi qirsilladi. Voy. Shu paytgacha qattiq qilib turuvdim. O'zi 3-papitka. Bu safar qirsilladi. Qizidimi endi? Az bildirmayapti. Az pich vaqtdan keyin bildiryapti. Turib yurib ko'raymi? Bitta turib ko'rchi. Tursang bilinadi endi. Og'riq sal qilmaydi lekin. Kamaydimi? Boya oyog'im bosolmayotgandim. Hozir bosyapman. Yana sal borda og'riq. Ya keyinchalik qo'yib beraman. Yo'q, yotasan. Yana 1-2 bosaman, yana ko'rasan. Xullas o'zgarish bor, yengillashdi. O'zi bosib boshladim oyoqni, to'g'rimi? Men to'g'ri turibman-ku hozir qarang. Boya menday turdim, menday. U chap oyoq bosolmas edim. Hozir to'g'rilandi hozir. Ozgina. Bo'lmasa yotqani yana bosamiz qolganini. Ya Rabbim, pichi. Nafasingni sal rostlashi. Hozir bosamiz keyin. Bismillah. Ketdik, bo'lmasa yana bir bosaydi. Demak, mana yeringda bor hali. Shu yerda. Shu yerda bor. Bo'shashyapti. Voy. Qani bo'shash. Sen to'g'ri yotda, bir tomon bo'ldi, shunday tur. Bir tomonga qiyshayib ketmadi. Yana bo'shash, oyog'ini yerga qo'y. Yumalama. Yumalamay tur. Nafas kelmay qoldi aka. Kanishni kiyim aytdi senga. Shunchalik chidayapsan. Nafasingni qaytarib yuboradi, yomon narsa bu. Damin ichingga tushib. Bo'lmasam ucha deydi o'sha men bosgan joyda. Necha kilo chiqasiz? 80 kilo borman. Sakrayapsiz-da. 150 kilo bo'lyapti sakragan paytingiz besingiz. Siltab bosyapman-da, talchoq beryapman-da. Talchoq. 80 dan og'irsiz, 95 lar borsiz.
Men 88 chiqaman o'zim. 88. Senden yengil bo'lsam kerak. Suyagim yengil demi? Shunisi bor. Bir xilda suyagi og'ir bo'ladi-yu, tip-tiriq ariq og'ir bo'ladi-yu. Meniki suyagim yengil. Xullas qo'lim 80dan sal ziyod bo'lishim kerak. Bu endi Joyingda yotgan joyda yumalashi bilinadi hozir senga. endi qizib boshladi lekin shu tomon. Chap tomon. Yumala. Endi nariyoqqa yumala endi. Yumshaptimi bel? Men qo'yib yubordi lekin. Qo'yib yubordimi? Mana shu yer tortib yotdi, hozir yo'q og'riq. Mana shu yer tortib yotdi. Shunday tur, o'sha joyingga ham bosib olay, shunday tur. Sal beriroqqa o'zing surilgin, o'sha yeringda bosay. Nariyoqqa buril. Shunday istayman. Ana shunday tur. Xuddi shunday tur. Shunday turgin. Shunday tur. Bir şey qilma menga. Voy. Bir şey qilmay tur. Sikirroq aka. Qoziq yor ko'rchak bor aka bu yerda. Ko'rchagingni bosayotganim yo'q men. Ko'rchagim qorinda-yu buni. Hozir men Mana ko'rchak. soningni tepasini bosyapman. Dahshat og'riydi. Soningni tugash joyi bor-ku, chatga ulanish joyi. O'sha joy, u yog'inda ham bor ekanda sen. Bu yoq tomir tortyapti-da aka. Ha shuda, o'sha shunday ta'sir qiladi shunaqa narsa bu narsa. O belim ko'tarilyapti. Shunda yotgan paytim belim ko'tara olmas edim uyda. Shuning uchun bel ko'tarilyapti, yerdan uzilyapti ona. Oladiz. Bo'lmasam hozirgidek tur. Hozir yotding-ku. Hozirgidek qilgin oyog'ingni. Ana shunday tur. Xuddi shunday tur. Bir şey qilmay tur, yana bosaman. Hop, shunday tur. Belim ko'tara olmas edim uyda. Shunday tur. Eshidan to'silib qoldi. Qani hop. Voh. Jazillab to'kirdimi? Ko'zimdan o't chiqib ketdi. Sal bor. Shu og'ir ko'targanini chiqarib qo'ygansan-da, uni sen tomografiyang sen shuning uchun shamollab qopti deb ko'rsatib berganda. Mervallarga ko'rsatamiz dedi. Davolanmasa bo'lmaydi seni deyapti. Uyingga ketmagin, yordam bergin, ishlarini al deyapti yana. Assalomu alaykum. Ha, endi yurib ko'rchi. Qanday? Yuryapman. Yurib qoldingmi? Yaxshi bo'lib qoldi lekin ancha. Xudo Tortish qo'yverdi, oyoq tortish bor-ku bunday orqasi. Ana endi bo'lmasam endi bo'ldi, ishing tugadi seni. Endi bitta bosib ko'rasiz-da. Mayli, yana bosamiz. Endi buni videoni o'chirib qo'yaversak ham bo'ladi. Telefon raqamingni aytsang aytib qo'y. So'raydi telefon qiziqqanlar. 8 999 508 04 19. Ha, yaxshi, bo'pti, mayli. Qolgan efirda ortida bosamiz. Mayli.